Hörmətli radio dinləyicilər, dünyanın hər qaysı yerlərindəki mühim kişilik hüquq məsələləri və hakim mutlaq hökumətlərinin ən yaxın əhvalı üstüdə münazirələr bo'ladigan, shundaqla hər qaysı dövlət və rayondan kelgan tanılğan şəxslərni, kişilik hüquq fəaliyyətçilərini və siyasət, savdo sohasidagi ərbablarni cəm qiladigan mühim xalqaralıq so'rovlarning biri bo'lgan Oslo erkinlik munbirida Uyg'urlar masalasi yana bir qatim anglatildi. Bu munbarning 2023 yilgi 13 iyun kuni boshlangan bo'lib, bu yig'inga Qalbinur Sidiq xonim va Gulbahor Xativaji xonimlar taklif qilingan. Salam, xanımlar, əpəndilər. Həmmənlər bilən yüz görüşkənligimdən intayın xursəmən. Assalamu alaikum, hörmətlik xanımlar, əpəndilər. Aldı bilən həmmənlərin qimmatli vaxtına rəhmət etmən. Bu ikki nafar lager şahitining sahnaga birlikda chiqib so'zlagan ta'sirlik nutqi yig'in ahlini zilzilaga solgan. Ular o'zlari bevosita shahid bo'lgan, beshidan o'tkazgan voqealarni so'zlash orqali Uyg'urlar bugungi kunda yo'liqayotgan irqiy qirg'inchilik fojialarini, lagerlarda sodir bo'layotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni anglatgan. Ondan ularning seriq ranglik mahbus kiyimini kiydim, putumga kishanni silib, kamirga solib etdi. Bu yerda hamma ayollarning putlari kishanlangan, 9 odam yotadigan karvatda 30-40 odam qisilishib yotadiq. Bizni davamlı qo'limizga ko'yzi silib, beshimizga qor xalta kiygizib, put qo'limizni tömür o'rindiqqa muqimlashtirib qo'yib, so'roq qiladi. Meni tunji qitim so'roq olib chiqqan vaqtida putumga silingan kishan putumni titib qon to'yatdi. Bir mezgildan keyin men kishan silingan putumni silab turib, bichari putum men uchun hajabni bir jafo tatding. Agar men bu yerdan sog'-salomat chiqib ketarsam, çoxum sana bir yaxşı narsa isib qo'yman deb va'da berdim va va'damda turib buni yasatdim. Bizni har kuni qahrdan qish soğuqda talada soatlab turg'izib qo'yib qiynatdi. Qo'limiz hech nimani sezmasdan og'zimiz gapga kelmaydigan bo'lib qolgan vaqtda ondan kamerga kirgizatdi. Bu vaqtda kamerning temperaturasi talaning bilan o'xshash bo'lganlikdan necha soatgacha eslimizga kelmaydik. 2017-yili 4-oyda biz barliq ayollarni karvatga zanjirlab qo'ydi. Men 20 kun zanjirlandim. Bu vaqtda menga hammadan og'ir kelgani nomus bo'ldi. Men 10 kungacha ko'pchilikning oldida hojat qilolmay, 10-kuni belim bilan qo'sig'im qattiq og'rib ketganlikdan tunji qitim ko'pchilikning oldida yig'lab turib hojat qildim. Men o'qituvchilik kasbini to'liq yaxshi ko'rardim. Urumchida boshlang'ich maktabda 28 yil Xitoy tili darsida o'qituvchilik qildim. 2017-yili 3-oyda Xitoy hukumatining majburlashida ko'rgan bilganlarimni hech yerda eg'iz ochmaslik sharti bilan 6 oylik to'xtamga imzo qo'yib, yangi bir maktabga evatildim. Bu Sayvaq rayoni tog' usti qurilgan erlar kampsi bo'lib, egiz tomlar, elektronlik to'qliq simlar bilan o'ralgan. Saqchilar va kuzatuvchi apparatlar butun yerni qoplagan joy edi. Meni elektronlik darvozadan kirgizgan vaqtida men bu joyda qator tizilgan harbiylarning qorallarini menga tanglab turganligini ko'rib, intayin qo'rqib ketdim. Butun vujudim titraydi. O'zimni xuddi bir jang maydoniga kirib qolgandek his qilgan edim. Sinfda 100 ga yaqin tutqunlarning uchisidagi nomer besilgan mahbus kiyimlarni kiyib, pakar kichik o'rindiqlarda tugilishib o'ltiradi. Xuddi men ularni qutqizg'ili kelgandek, ko'zlarida liq yosh, put-qo'llari zanjir kishanlangan holda menga talmiratdi. Aradan bir mezgil o'tib, bu joyga nurg'un yosh yigitlar va tutqun o'g'illar kelishga boshladi. Qamalganlarning soni 7 mingga yetgan edi. Har kuni sinfda yangi o'quvchilar paydo bo'ladi. Yarasi so'raxanda har ichinishlik ovozlar va zo'ravonlik ovozlar anglanib turadi. Bu ichinishlik ovozlar bütün binanı zilzilaga salatdi.
Ularni qiynashning usuli 4 xil bo'lib, elektronlik kaltak, elektronlik qalpoq, elektronlik palay va elektronlik temir o'rindiqda ularni qiynaydi. Ularning bu so'zlari anglag'uchilarni qattiq ta'sirlantirgan bo'lg'achqa, zal ichidagilar nutq texi oxirlashmay turibla o'rinlaridan turib, to'xtamay olqish yangratib, bu ikki qahramon ayolga hurmatini ifodalagan. Xitoyning irqiy qirg'inchiligi davomlashyapti. Bu hargizmi Xitoy hukumatiningki xalqimizni bir yo'lli qirib tashlash uchun emas, balki asta-asta bilindirmay yo'qotish uchun inchiklik bilan tuzilgan bir plan. Biz madaniyatimizdan, tilimizdan, san'atimizdan ayrilib qelyapmiz. Bundan keyin texmi ko'p yo'qotish ichida yashashimiz mumkin, lekin biz hayot, vatan uchun, millat uchun oxirigacha kurash qilamiz. Biz Oslo erkinlik munbarining 13-iyun kundagi yig'indan keyin Qalbinur Sidiq va Gulbahor Xativachi xonimlarga telefon qilib ziyorat qildik. Qalbinur Sidiq xonimning deyishicha, u bugungi bu yig'inni ilgari o'zi qatnashgan har qanday yig'indan bakrak cho'ng ta'sir paydo qildi deb qaraydi ekan. Men mesela nurg'un davlatlarga bordim, nurg'un cho'ng programmalik faoliyatlarga qatnashdim. Hatta oldingi oyda pediatrit o'rlashtirgan Jenevadagi bir cho'ng faoliyatga qatnashgan. Ondan bir 500 yaqin insan batı şuyadımı, Uygurlarına bir şey kevatkan bu zulmetini, bu ögü kırgınçılıkını ne kadar dehşetliğini aslında ağzından ağlap acayip bir tuygu geldik dep ketken. Bugün bu Oslo'daki bu faaliyet, bu Freedom Programı faaliyeti acayip güçlü, ondan da mı güçlü, acayip bir tarih ehemmiyetki iyi bir faaliyet oldu deyim. Çünkü bunun katlaşkan insanlarımız da köp. Bunlar hemisi özünün muşu bizdeki sözlavatkan muşu hikayemizden, muşu vakaligini acayip tesir edildiğini sözledi. Gulbahor Xativachi xonimning deyishicha, ular Oslo erkinlik munbarida so'zlashga taklif qilinganda har bir so'zligichiga beriladigan 5 minutdan unumli foydalanib, Uyg'urlar yo'l qo'yayotgan zulmni amalning baricha atrofliq yoritib berish uchun ko'p tirishgan. Endi bugun bizniki mustaqil bir muhim bir faoliyatda bu o'diqmasdan, tamtirmasdan qisqa vaqt ichida, chunki birsimizga berilgan vaqt aran 5 minut emasmi? Bu 5 minut ichida beshimizga kelgan zulmni, bir lagerning ichidagi hayotni aslında bir qisqa vaqtning ichida ifodalab so'zlab berishmi oson emas. Biz so'ziga vaqtda da shu tuvandagi anglag'uvchilarning inkosi bizni bek hayajonga soldi, bek ta'sirlantirdi. Shu ba'zida gaplarimizni davomlashtirolmaymiz, chavak chilib, shunday olqishlab ketdi bular. Ang axırda bizim guvohligimizni so'zlab bo'lgan vaqtimizda butun zaldagi odamlar o'rinlaridan qo'pib, mush chavak chilib, hammasi shu ko'z yoshlarini qilib shunday qilib ketganda biz haqiqatan bek hayajonlandik, bek ta'sirlandik. Ularning so'zdan qaraganda Oslo erkinlik munbari dunyoning har qaysi joylaridan kishilik huquq, demokratiya, fikr va so'z erkinligini ilgari surishda boshlamchilik rol o'ynayotgan siyosat va tijorat sohasidagi kishilar yig'ildigan so'rin bo'lg'achqa, lager shohidlari yig'indan keyingi uchrashuvlarda ulardan Uyg'urlarning faoliyatlarini qo'llashni talab qilgan. Oslo erkinlik munbari 2009-yili bosh shtabi Nyu-York shahridagi kishilik huquq fondi tarafidan tunji qatim yo'lga qo'yilgan bo'lib, u hozir xalqarodagi nurg'un muhim shaxslarni bir yerga jam qiladigan nopuzliq so'ringa aylangan. Hozirgacha bu yig'inda Uyg'urlardan tunji bo'lib 2010-yili Rabiya Qadri xonim, 2019-yili Nuri Turkalapandi, 2020-yili Gulchehra Xo'ja, 2021-yili turmadagi Uyg'ur ziyolisi, folklorshunos Rayla Davudning qizi Aqida Polat, 2022-yili Javhar Ilham qatnashib so'z qilgan edi.